Salom. Salom do'stlar. Barchaga salom obunachilar. Bilasizlar, aytgancha video anchadan beri chiqmadi. Bir haftami, bir oymi bo'lib ketdi. Bunaqacha unsur. Mening kanalimga kimdir ulanib olgani uchun shunaqa bo'lib qopti. Agar siz bo'lsangiz, albatta nimadir qilib to'g'rilasangiz, iltimos qilsam. Hozir men baza qurish maqsaddaman-da. Mana hozir video olish yo'lini topdim. Endi har haftaga bir video chiqaraman. O'zimning ham vaqtim yo'q-da, o'qishim bor-da, bilasizlar-ki. Shuning uchun haftaga bir video chiqarishga qaror qildim. Har kuni dushanba kuni video chiqadi. Har kuni dushanba kuni 10:00 ga video chiqadi. Tushundinglarmi? Xo'p, birinchi navbatda odamlar yoki Minecraft'lar nima qiladi? Albatta daraxt chopadi. Biz ham chopib ko'ramiz. Ikkita daraxt bor. Ana qo'yni shaderni ham yoqib qo'yganman. Sizlar uchun albatta. Daraxt chopgandan keyin biz albatta toshga borishimiz kerak. Tosh aslahalar yasab, o'sha qo'yni olib boramiz. Bizga xavfsizlik uchun nima kerak? Xavfsizligi. Yotoq kerak-da. Checkpoint bosamiz, ketamiz, zo'r bo'ladi. Bitta kovlashga chiqdimi? Shuning uchun men eng ko'p prosmotr yiqqan videoyim yangi o'yin o'ynaymiz. Lekin nimaning kommentariy ko'p emas lekin prosmotr juda ko'p bo'ldi. Bilmayman nimaga buncha ko'p bo'la. Yoki Minecraft o'ynashchilar yoqmaydimi? İstasanglar yangi boshqa Minecraft'lar o'ynayman, Level Dever, Granny 3. Lekin bular boshqa kanalga bo'ladi. Tarjima horror degan. O'sha tarjima horror degan kanalda sizlar yangi videoni ham unga bir haftama 2 hafta bir video chiqadi. Chunki bu ham qiyin-da. Bu men telefonim emas-da. Mana hozir video olayotganim meni telefonim, lekin boshqalar meniki emas. O'ylab o'tirmaylar. Mana Asadbekniki ekan deb o'ylab o'tirmaylar. Ismimni hamma bilsa kerak. Endi narsalar yasadik. Endi esa bularni joylashtiramiz. Joylashtiramiz tayyor. Endi buni sindirib yerga boramiz. Bolajonim, kuning emas ekan bugun sani. O'z qochib ketdimi yoki chaqirtiribdimi? Anchadan video chiqmaganining ham ikkinchi sababi ham bor. Ikkinchi sababi men speedrunner bo'lib o'ynayapman. Qo'y qani? Yoki bu qo'ymidi yoki meni qo'ymidi? Qo'y qani lekin chindan. Obunachilar qo'y qani? Sizlarga men ko'rsatgandim, mana bu yoqqa qo'y turgandi mana. Lekin qaqqarab ketdi qo'y. Bu yerda qo'y yo'q. Lekin qayerda bo'lmasa? Juda ko'p savollar, javobi esa kam har kunda. Malgiddi. Endi biz nima qilamiz? Albatta nima qilardik? Ovqat topamiz, qornimiz ochobdi-ki. Ya'ni meni qornim ochobdi, ya'ni-da. Shuning uchun voy jonim, oyog'im sinaydi-de.
Eshitdinglarmi obunachilar? Ber degan ovozni. Bu yoqqa ber degan ovozni qidiramiz. Yugurmasin. Quyonlarmi? Yo'qqa, bo'lachasiga. Hech narsa tushmaydi, bo'lachasi o'ldirsin, o'ldirmaydi. Iloji bo'lsa yugurmasdan yurish kerak-da. Bu ba'zan birinchi qismi. Biz birinchi qismiga o'zimizni temir asli g'ala qilamiz. Buning uchun ovqatni hal qilish kerak. Kelinglar, kon topaylik, kon. Keyin hamma ishlar 5 bo'ladi. Ustoz nima balogatimman, ustoz yotimman. Mana, obunachilar, men 139 ta obunachiga erishdim. Yana bittagina sizning obunangiz yetmayapti. Shuni ham bosib qo'ying. Bizaniki endi 150 ta bo'lgani uchun bunga tezda erishish kerak. Birlashmagan ekan. Qidirish kerak-da, qidirish. Shuncha kirgan biroq joy topish qiyin-da. Shu birinchi qismda speedrunnerni bilmagan bo'lsanglar ko'rsatamiz speedrunnerni. Bo'lsalar speedrunnerimni ko'rsataman. Hozir qurish yo'q, mana dirimi. Mana qaranglar. Hozir mana shundan to'xtamasdan o'tib beraman. Uzoq muddat o'tganman. Hozir. Sakrash tugmasi bosilmadi. Tunagan bu yoqqa. Mayli, bitta-bittadan o'tamiz. Umid qilaman, ana sandiqqa suli paqir qo'yganni. Yosh boshimga shu kerakmidi? Yosh boshimga shuncha muammo. Endi mana shu meni eng yomon ko'rgan. Bu yoqqa sakragandan keyin el qarab tortib ketadi. Mayman bo'lsa tavakkal qildim va sal qolsa yiqilar edi. Bir qadam va tayyor. Bilardim hammasi pachoqlayni. Qaysidir erinchoq qo'ymadi. Ismi Noch bo'ya. Mayli, hech kim qo'ymagan bo'lsa biz qo'yamiz-da. Speedrunner bo'lib yutamiz. Ana, hozir men sizlar speedrunner bo'lib yutishni o'rgataman. Mana bu yerda zo'rlik paqir solamiz, bittasini olamiz-da. Hozir men water drop qilaman. Bilardim pachoqlayni. Shuncha payt qilganim bekorga bo'pti. Mana bu yoq bo'ladi. 128 blok. Yo'qsa sakrolamanmi? Javob topildi. Mayli, hozir bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Oxiriga qaradi. Cho'ng ketma. Endi bu yerdan chiqib ketamiz-da. Ular ana to'g'ri. Endi esa kreativ bo'lib, bo'yi 1000 ta sandiq olamiz. 1000 ta. O'zingni kuching cheksiz bo'lganingni his qilsang yaxshi-da. Nima bola o'lyapman men suvli paqirning o'rniga. YouTube'ga qaytish kam bo'ladi. Qaytish. Tayyor bitta suvli paqirni o'zim oldim. Yana ketamiz. Agar 128 blogga ishonmasanglar, mana hozir ko'rsatib beraman. Endi hozir tayyorlanamiz. Tayyor. Ko'rdinglarmi?
Ko'rdinglarmi sizlar buni ko'rdinglar, ha? Men anchadan beri shuni mahsulotni mana qilganlarimda bu. Yana bitta qo'shib qo'yamiz. Men anchadan beri mana shu mahsulotni qilmoqchi edim. Mashg'ulotni. Bermi tugatdi, endi bu yoqqa navbat keldi. Kiramiz va turamiz. Albatta, ko'pchilik o'xshatib olmaydi, lekin men bitta o'zi qiyaman. Diqqatni jamlamayapman-da, shoshqaloqlik qilaman, to'g'rimi? Obunachilar, vaqti ko'pki. Men shoshqaloqman. Osmon meni kutib ol. Tashlamasdan. Bu men sasib ketgan berjo. Mana bu yerdan qilamiz. Men pachoqmanmi? 11 daqiqa, aylashi 2 daqiqa qoldi. Endi eng qiyinini boshlab beramiz. Sandiqni ustidan o'tish eng qiyin emas. Lekin men uchun bu eng qiyini. Oxirigacha borishga ulgurmadim. Hozir. Bu safar ulgurdim, lekin nimada bo'lib qoldi. Mayli, kelinglar, yana mana shu yerdan battirib qo'yamiz. Nima? Boshqa joylar sasib ketgan deyapman. Bu yoqqa omad bor ekan-ki menga. Omad bor ekan. Shuncha suli paqir bilan sakrash. Qo'y. Qo'yinglar menda. Pachoq. Mayli. Endi esa biz mana bu yerdan yana o'tamiz. Suli paqirlar tugatsa, video qilib tugaydi. Uddaladimmi? Bittadami? Deyali bittada. Necha daqiqa endi? 12 dan 34. Bizga suli paqirlar 3 ta. Tezash kerak. Speedrun. Speedrunner deb o'zim speedrunner bo'lib qolaman. Oxirgi paqir unga ishondim. Agar siz shunday challengelar ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlar yozib qoldiring. Albatta men mana shunaqa challenge qilaman. Tay.